Odilbek, qo'lingdagi qalqonmi? O'zingni kinolardagi qahramonlardek his qilyapsanmi? Biroz adashding. Faqat kinoda emas, hayotda ham qahramonlar ko'p. Qalqon esa meni xavfsizligim va himoyam uchun. Kel, bugun bolajonlarga mudofaa va xavfsizlik to'g'risida ma'lumot bersak. Birinchi navbatda mudofaa nima ekanini tushuntirib bersang yaxshi bo'lardi. Mudofaa deganda davlat mustaqilligini, aholining tinch osoyishta hayot kechirishini ta'minlash tushuniladi. Mudofaa va xavfsizlik bir-biriga bog'liq tushuncha. Endi tushundim, qo'lingda nega qalqon tutib olganingni. Demak, bugun qurolli kuchlarimiz to'g'risida suhbatlashamiz. Shundaymi? To'g'ri. Konstitutsiyamizning 27-bobi mudofaa va xavfsizlik deb nomlanadi. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari O'zbekistonning davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi. Bugungi tinch osoyishta hayotimizda ajdodlarimizning ulkan xizmatlari bor. Qurolli kuchlarimiz ular boshlab bergan shonli an'analarni munosib davom ettirib kelayotgan ona yurtimizning chinakam qalqonlaridir. Mana nima uchun qalqon tutib olganman. Qurolli kuchlarning tuzilishi va ularni tashkil etish qonun bilan belgilanadi. Odilbek, qurolli kuchlar nimalar bilan shug'ullanadi? Ular faqat jang qiladimi? Yo'q, qurolli kuchlar faqat jang qilish uchun emas, ular bizning tinchligimizni, hududimizni va davlatimiz mustaqilligini himoya qilish uchun tuzilgan. Masalan, chegaralarimiz xavfsiz bo'lishi yoki tabiiy ofatlar vaqtida yordam berishlari ham mumkin. O'sha katta tanklar, jangovar samolyotlar ham qurolli kuchlarga tegishlimi? Albatta, qurolli kuchlarda turli qurollar va transportlar bor. Tanklar, jangovar samolyotlar, vertolyotlar, kema ham bor. Lekin ular faqat zarurat bo'lsa ishlatiladi. Ya'ni bizni har qanday xavf-xatardan himoya qilish uchun. Biz bolalar ular borligi uchun tinch yashayapmiz. Shundaymi? To'g'ri, ular bizni tinchligimizni ta'minlaydi. Mudofaani tushunib oldim. Ammo mana bu devor nimani bildiradi? Bu xavfsizlik devori. Masalan, odamlar o'z uyi, o'z hududini turli xavflardan asrash uchun devor bilan o'raydi. Vatanimiz ham bizni uyimiz. Qurolli kuchlarimiz mamlakatimizni yomon odamlar, xavflardan himoya qilish uchun xuddi shunday devor vazifasini bajaradi. Shu orqali bizning tinchligimizni ta'minlashadi. Eng muhimi, davlatimiz o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada qurolli kuchlarga ega. Qanday yaxshi. Ular borligi uchun biz tinch uxlay olamiz. Ular barcha xavflarga qarshi kurashishga tayyor ekan. Endi har doimgidan ham tinch, xotirjam uxlaysan. Ayniqsa, mushkvoy. Qiziq, negadir u bugun ham darsda ko'rinmadi. Keyingi paytda ko'p darslarni o'tkazib yuboryapti. Bu yaxshi emas. O'tgan darslarni tayyorlayotgan bo'lish kerak. Biroq bu dars qoldirish kerak degani emas. Hozir borib gaplashib qo'yamiz. Do'stlar, darslarga albatta o'z vaqtida qatnashing. Ko'rishguncha.